bir bütün halkımızını yaxşılaş keladigan Mahram Ramazon oyi bilan qolaversa shu xalqimizni institutdan shu Navro'z ayyomi hammaga muborak bo'lsin. Yana har yil an'anaga aylangan shu yo'ldoshimiz bilan Zevrengamiz uyida yana bu yil 4-yili Markazobod mahallasida har yil birinchilardan bo'lib sumalak bayramini boshlab beradilar yaxshi niyatlar bilan. Hozirlangan bolajonlarimiz kelib chiroyli chiqishlari bilan, raqslari bilan onaxonlarimiz, opa-singillarimizni xursand qilishdi Qozibeka. Ya bu havamızdan shunday zo'r bo'lib turibdi. Ya Allohimiz tarafdan qorni yog'dirgan bo'lsa, va bir oyapalarimizni, ayol qizlarimizni, yengilarimizni kayfiyati a'lo. Shunday endi yaxshi niyat bilan tashqaridan sumalak qilyotir. Shunday endi bu bir sutki davomida pishgandan keyin buni taomini, mazasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ozanacha uxlamaydilar. Ozanacha o'yinchiligi bo'ladi. Taxminan soat 4larda sumalakimizni damana qo'yadilar. Elimizde shunday ajoyib, xudo xolasa sumalak taomini tayyorlab turibdi. Ziyor opamiz boshchiligida yana ayapalarimiz, yengalarimiz xudo xolasa hamma shu kunlara, shu oylara yetirsin. Ro'za Ramazon oyida xudo xolasa ulug' aydamiz inshaalloh. Gap yo'q.